Do'stlar, Malibu Equinox'da 1ni ham 2ni ham yutgandan keyin 2 ga 1 chiqishga qaror qilishdi. Hozir 1 ga 1 emas, o'sha 2 ga 1 ko'ramiz qaysi biri mashina yutadi. Equinox'ni yutadimi yoki Malibu'mi? Tayyormisiz? 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 1, 2, 3. Birdan qo'lga o'tdi. Birlay qolib ketdi. Super. Gap yo'q. Wow. Equinox 1 ga 1 yutolmagandan keyin 2 ga 1 chiqishni boshlashdi va mana shu do'stim baribir nima bo'ldi? Yutqizdim. Endi to'g'ri Malibu bularga qarshi nima qila olardim. Lekin men mard bo'lib chiqdim. Mart bo'lib 2 ga 1 chiqdi lekin. Do'stlar, bunda 236 ot kuchiydi. Bunda 233 ekan. Lekin baribir yutqizdingmi? Baribir yutqizdim. Endi vес hisobiga yutqizdim, to'g'ri. Mana o'shab tur. Do'stlar, ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpisa qilamiz va Enoch mo'ylaridan quyib beramiz hammaga.